Assalomu alaykum. Hamshaharlar suyumsizlar, charchamasdan. Mana bugungi ishimiz Qumtepa bozorida oldida yonma-yon bir-biriga peresatkalik qilib tashlayapmiz. Oshnamiz ham olyaptilar. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, arzon qilib, xudo xolasa chiroyli qilib, tezkor qilib bitkizib beramiz akalar. Shu Qumtepa bozorining orqasida. Kimga ma'lumotlar kerak bo'lsa, nomerlar qoldiramiz. Yo bo'lmasa mana bu yerda reklamamiz bor, shu nomerga aloqaga chiqib olasizlar akalar. Mana 40 mosh taraf yo'lda. Mana shunga aloqaga chiqib olasizlar akalar. Srochniy bo'ladigan bo'lsa ham akalar bitkizamiz akalar. Bolalar serob. Endi shu bir paddeshga qilasizlar, Namangan, Andijon qilmasdan o'zimizning Marg'ilonda 2 ta 3 ta sexlar bor. O'sha Namanganni tashlaydigan puliga o'zimizdan xudo xolasa chiroyli qilib tashlab beramiz akalar. Pulni yona qilmaylar akalar.